Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Kunlardan bir kun bir farishta bir hovliga tushibdi. Qarasa, hovlining egasi bir chekkada xomush turganimish. "Hoy inson, nega xomushsan?" deb so'rabdi insondan. Farishta, nimasini aytay? Insonlar orasida shunaqangi nohaqliklar, ko'zbo'yamachiliklar, bosimlar ko'payib ketganki, bir-birini ko'ziga qarab turib aldaydi insonlar. Shundan juda ham xafaman. Qani endi men bir hayvonga aylanib qolganimda. Hayvonlar orasida bunaqa nohaqliklar yo'q. Kel, meni bir mushukka aylantirib qo'ymaysanmi? deb so'rabdi farishtadan. Farishta rozi bo'libdi. Uni atigi bir soatginaga mushukka aylantirib qo'yibdi. Mushuk hovlini kezib yurarkan, omborxonaga ko'zi tushibdi. Omborxonaga kirib qarasa, qorni katta bir sichqon bezbetlarcha qopni teshib, undan bug'doy o'g'irlab yeyotganimish. "Ha, sichqon, nega menga bundaqa qaraysan? Hozir hamma shunaqa qiladi. Agar menga teginsang, olaparga aytib beraman. Abjag'ingni chiqarib tashlaydi. Jo'na bu yerdan", debdi sichqon bezbetlarcha. Mushuk ombordan chiqib, hovli etagiga qarasa, iti o'zi himoya qiladigan, o'zi qo'riqlaydigan tovuq katakdan tuxum o'g'irlab paqqos tushirayotganmish. "Hoy kuchuk, nega tuxumlarni o'g'irlab yeyapsan?" debdi mushuk. "Bor yo'lingdan qolma ey mushuk, ishing bo'lmasin men bilan", debdi kuchuk. Gerdab yuradigan xo'roz esa kuchukka hech qanaqa qarshilik ko'rsatmasdan devor osha qo'shnining tovuq katagiga o'tib ketibdi. Debdi mushuk, nahotki hayvonlar orasida ham nohaqliklar ko'payib ketgan bo'lsa, debdi-yu, omborxonaga kirib, shartta sichqonni ushlabdi-yu, boshini uzib tashlabdi. Endi ko'nglim joyiga tushdi. Har qalay bitta o'g'rini yer yuzidan yo'q qildim, debdi mushuk. Va asl holiga qaytib, farishtaga rahmat aytibdi. Hissadan hissa shuki bolajonlar, ko'nglingiz toza bo'lsa, har joyda ham nohaqliklarga qarshi tura olasiz. Ertagim yoqqan bo'lsa, layk bosib, podpiska qilib qo'ying.